Quyoshli kunlardan barchaga salom. Ayni vaqtda 3 kundan buyon yomg'ir yog'moqda. Bu esa oldinroq olingan video. Ozroq tanaffusdan keyin yana kunlik videolarim bilan qaytdim. Hali ham men bilan degan umiddaman. Ushbu videoda sizlar bilan birgalikda bolalar puliga ariza topshirish uchun davlat xizmatlariga boramiz. Davlat xizmatlarida sharoitni shunchalar yaxshi qilib qo'yganki, qancha vaqt navbatda turishingizni ahamiyati yo'q. Alohida burchakka kutubxona va bolalar maydonchasi ham qilingan. Obedda kelganimning sababi o'tgan safar ko'rib ketgan kitobimni farzandimni yo'lda uxlatib kelib, navbat kutib o'tirib maza qilib o'qishni xohlagandim. Afsuski farzandim yo'lda uxlamadi. To'g'rida shunda joyi keladi-yu uxlab bo'ladimi? Bolalar maza qilib o'ynashdi. O'yinga chalg'ib vaqt o'tganini ham bilmay qoldik. Bu yerda ishimizni hal qilib o'qimoqchi bo'lgan kitobimga xayr deb, yana yo'lim tutdi. Albatta o'qiyman deb ko'nglimga tugib eng yaqin bankka yo'l oldik. Qarang, yo'lda nima e'tiborimni tortdi. Faqat men shunday ko'ryapmanmi yoki o'zi shunaqa qilib qo'yishganmi bilmadim. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qani sizlarga nima bo'lib ko'rinibdi bilib olamiz. Xullas, piyoda yurish jonu dilim. Vaqtim bemalol bo'lsa, bolalarim injiqlanmasa, kechgacha ham aylanib yurishim mumkin. Bankdan pulni olib to'g'ri uyimizga yaqin magazinga yo'l oldik. Bu orada kichkina farzandim ham uxlab qoldi. Shaharning chiroyli joylarini sizlarga ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Aytganimdek, bu avvalroq olingan video bo'lganligi sababli ayni damdagi asosiy ko'chalarda ochilgan palmoni gullarning go'zalligini olib bera olmayman. Qarshi shahriga birinchi marta kelganim hali ham esimda. Ancha vaqtgacha yolg'iz ko'chaga chiqmaganman. Hozirda ko'chadan kirgizolmaydi xo'jayinim. Bu esa baxtli oila Qarshining katta to'yxonalaridan biri. Bunaqa katta to'yxonalar bir nechta Qarshida, lekin aynan shu to'yxonaga umuman kelmaganman. Kelish nasib qilmagan. Yo'l yursak ham mo'l yurib, uyimizga yaqin magazinga ham kirib chiqdik. Bu orada kichkina farzandim uyg'ondi. Agar hech qayerga to'xtamay ketsak, yarim soatda uyda bo'lamiz. Lekin men maktabning yonidagi o'rik gullaganini ko'rib, jim o'tib keta olmadim. Qishning qora kunlaridan so'ng bu haqiqiy go'zallik hisoblanadi va bu go'zallikni sizlarga ham ilindim. Bolalarim har doim bir yutinib o'tib ketadigan joylaridan bu safar shunchaki o'tib ketisha olmadi. Ozroq o'ynab ko'ngillari yaxdek bo'lib uyga yetib keldik. Uyga kelib magazindan olgan narsalarimni tushirdim. Ko'chaga kolyaska bilan chiqishning yaxshi tarafi har qancha narsa olsam ham og'irligi menga bilinmaydi. Kolyaskani bir chekkasida kelaveradi. Hozircha sizlarga taqdim etmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. E'tibor bergan bo'lsangiz, siz kuzatuvchilarim zerikib qolmasligingiz uchun maksimalda 5 minutdan uzoq video qo'ymaslikka harakat qilaman. Imkon darajasida mehnatimni qo'llab-quvvatlab videoga bittagina like bosib, qarindoshlar gruppasiga tashlab qo'yasiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.